Barchaga assalomu alaykum do'stlar, Sarvar Nasimxonov. Aka-ukalar, juda ko'p murojaat bo'ldi bizga. Meditsina tilida oq dog'lar, ya'ni badanda toshadigan oq dog'larda davosi yo'q meditsinada. Qanday davosini topsak bo'ladi degan savolga bugun mana shu savolga javob beramiz. Mana Mustafaqul akamizni oldilariga keldik, ya'ni tabobat bo'yicha bu narsani davosi bor va bir nechta insonlarni men davoladim deb da'vo qildilar va men yugurib keldim. Mana shu mavzuni ko'tarishimizga mana Xalq tabobati assotsiatsiyasining boshlig'i mana akamizni oldilariga keldik. Raisimiz shu yerda va bu narsaga o'zlarining izohlarini qoldiradilar. Oq dog'larni davolasa bo'ladimi? Bo'ladi. Assalomu alaykum. Hurmatli Nasimxonovning ashaddiy muxlislari, ashaddiy gruppadagilar, obuna bo'lganlar. Albatta davosi bor. Xudo yuqtirdiki, shu narsani men qilishim kerak. Avvalambor aytayin, 20% qacha bo'lgan oq dog'lar davolayman. 20% qacha bo'lgan davolayman. Odamni 100 dan 20% olay, 100% dan 20, 5 dan 1 qismini davolayman. Inson tanasini agar 100% deb olsa, shundan 20% ni qamrab olgan bo'lsa, o'sha oq dog'lar shuni davolash mumkin degan xulosada. Endi qarang, men ko'cha-kuyda ko'raman, ko'pchilikning qo'llarida oq dog'lari, yuzlarida oq dog'lari bo'ladi. Bu o'zi qanaqa kasallik buni? Qanday tushunsak bo'ladi? Albatta, oq dog'lar zamonaviy tibbiyotda vitiligo deyiladi. Bu kasallik umuman dunyo miqyosida ham, zamonaviy tibbiyotda ham davolab bo'lmaydigan kasallik, ya'ni davosi yo'q kasalliklar toifasiga kiradi. Lekin xalq tabobatida qadimdan ham ota-bobolarimiz mana shu kasalliklarni davolash mumkinligi haqida bir qancha qo'lyozma kitoblarda ham, tabiblar mana avloddan avlodga o'tib kelayotgan tabiblarimiz ham bu bilan shug'ullanadi, davolasa bo'ladi. Ya'ni Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning aytganlaridek, o'limdan boshqa hamma dardning davosi bor. Xuddi shunday. Shuning uchun dard boshqa, ajal boshqa deydi-ku. Shunday. Agar ajal bo'lmasa, uni har qanday kasallik ham davolasa bo'ladi. Nafaqat oq dog'ni, balki onkologik kasalliklarda ham. Hatto mana zamonaviy tibbiyotda 4-stepen, 4-bosqich onkologiyani davolab bo'lmaydi deydi-ku. Yo'q, bu hukm emas bu. Ya'ni Xudo shifo bersa hech narsa emas. Bu ajal emas-ku. Ajal bo'lsa hech kimning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Hatto doktorda ham, tabibda ham. Lekin oq dog' kasalligini qadimdan ham, mana hozirgi kungacha ham ayrim tabiblar ma'lum bir miqdorda davolab kelyapti. Foizlarda masalan oladigan bo'lsak ham, bu kishi aytganda inson tanasini 100% deb olsak, shuni 20% ni qamrab olgan bo'lsa, men davolay bilaman deb bu kishi da'vo qilyapti. Endi mening savolim bor sizga, Mustafa aka, mana siz bir necha yildan beri shu sohada ishlayapsiz. Sizni yaxshi taniyman. Xalq tabobati assotsiatsiyasi a'zosisiz. Mana shu aynan oq dog'larni davolash bo'yicha faoliyat yuritasiz. Oq dog'larni paydo bo'lish sabablarini aytib bera olasizmi? Nimadan paydo bo'ladi bu kasallik? Bu kasallik kelib chiqish sabablari, ildizlari nimaga borib taqaladi? Sababi o'rinli savol berasiz, Ro'zi Muhammad aka. Bu sababi birinchi avlodda bo'lsa bo'ladi. Demak, avloddan avlodga o'tadi. Nasldan naslga o'tadigan kasallik. Ikkinchisi bu stress, qattiq qo'rqqandan bo'ladi. Menga oldindan keladiki. Endi shu joyda ozgina izoh ber. Ikkinchisini stress deyapsiz. Stress bu zamonaviy tibbiyotda ishlatiladigan termin. Endi xalq tabobatida buni ruhiy tushkunlik desak bo'ladi. Ruhiy tushkunliklar. Keladi odamlar avariya bo'ladi, o'lmay qoladi. Avariya komaga tushadi, reanimatsiyaga tushadi. Yaxshi bo'lgandan keyin 6 oy, 7 oydan keyin og'da qoida bo'lyapti. To'g'ri. Men so'raymanki, avlodimda bormi, yo'qmi deyman. Yo'q aka, avlodda deydi, avariya bo'lganman deydi. Shunday odamlar ko'p kelyapti. Ya'ni ham qattiq. Demak, shundan xulosa qilish mumkinki, inson bir qattiq qo'rqqanda uni tanasida oq dog'lar paydo bo'lishi mumkin keyinchalik. Qattiq qo'rqishdan. Albatta, stress deyiladi bu. O'sha qattiq bir ruhiy tushkunlikka tushgandan keyin jigar faoliyati buziladi, oshqozon faoliyati, buyrak faoliyati buzilgandan keyin tanada oq dog'lar paydo bo'ladi. Buni umumiy tilda stressga bog'layapti. Demak, ikkinchi sababi stress. Uchinchi sababi qattiq ziqlikdan bo'ladi. Qattiq o'ylanadi odam. Shundan ham bo'ladi. Shunday odamlar ko'p kelyapti. Shu uchtasiga javob beraman. Yanachi, masalan, deylik, bugungi kunda ko'pchilik fast food iste'mol qilyapti. Inson tanasida parazitlar ko'payib ketadi. Taomlardan ham albatta bo'ladi. Shu ham ta'sir qiladi. Jigar faoliyati. Oxirgi 5 yil, 6 yil ichida siz endi shuni hamma o'zingiz aytgan toifasini hammasini davolay bilasizmi? Hammasini. Nasldan naslga o'tadiganni ham davosi bor. Hammasi davosi bor, hammasini. Faqat menga agar 5% bo'lsa bir odamda aroq ichsa 12 bo'lmaydi.
eng buning dushmani aroq. Demak, sizni davolash ishni boshlaganingizda parhezda bo'lish kerak. Ya'ni nimanidir yemay turish kerak, nimanidir ichmay turish kerak. Parhez deyarli yo'q, Ro'zim Muhammad aka. Ichmaslik kerak deganingizdan parhezda. Ichmaslik birinchi aroq, ikkinchidan mana ochiq qalampir, xom chesnok, piyoz, ochiq sovus. Boshqa narsa hammasi mumkin. Hammasi mumkin. Qo'y go'shtlarida Demak, buni ham tartibi bor ekan. tartib bor. Yog'liq narsalarni nobarat yeyish kerak-da. Sababi agar buni terin tagida harakatlanuvchi nima bor-ku, masalan, tortib olgan masalan, shu 65 dan oshgan odamniki charchaydi. Hujayra deylik misolda endi. Demak, sizda bir chegara bor. Bemorlar sizga 70 gacha bo'lgan, yoshgacha bo'lgan bemorlar 65 gacha bo'lgan, 65 dan keyingisi 50 keylik bo'ladi. Bunga o'zlari agar rozi bo'lsa davolayman. Nasimjon aka, bir shu o'rinda bir narsa aytib o'tishni xohlardim. Har bir inson 4 ta faslda yashab o'tadi. Tug'ilgandan bola to 30 yoshgacha bahorini yashaydi. Mijozi issiq ho'l bo'ladi. 30 yoshdan 40 yoshgacha mijozi o'zgaradi, issiq quruq bo'ladi. Ya'ni yozini yashaydi. 40 dan to 63, 60, 63 yoshgacha kuzni yashaydi. Kuzni mizoji sovuq ho'l bo'ladi. 63 dan u yog'i endi umri qancha bo'lsa, u yog'i qishga o'tadi. Qish faslini yashaydi, sovuq quruq bo'ladi. Demak, bu yoqda xulosasi bo'yicha, ya'ni to odam kuzini yashaguncha davolasa bo'ladi. Chunki kuzga o'tgandan keyin qiyin bo'ladi davolash. Ya'ni ba'zilar davolan ming harakat qilgani bilan shifo topmasligi mumkin degan xulosani beryapti. Balkim yaxshi bo'ladi, lekin men bu 65 dan keyin 100% nima berilmadi, haligi abishat qiladi. Endi aytganingizdek, bu badanida oq dog' paydo bo'lgan odam 60 dan keyin o'zi doktorga ham, shifokorga ham, tabibga murojaat qilmay qo'yadi. Nimagaki, endi bu yoqqa yaqin qoldi, nima qilaman buni davolatib deydi. Yosh turmushga chiqish uchun kimdir xijolat buyuradi, dog'im bor deb, kimdir uylanaman deydi, dog'im bor, ertaga noqulaylik bo'lmasin deb, asosan yoshlar murojaat qiladi bu kasallik bilan. Shunaqa, juda ko'pchiliklarni bilaman, shu oq dog'lari bor, ya'ni yuzida, qo'lida borlari qishda mayli erbeg'ini yopib, perchatkalar qilib chiqishadi. Lekin yozgi kunida, bahorgi kunida ko'chaga ham chiqmay qo'yishgan. Uyalganida. Ko'pchilikka kulgi bo'lmay, ko'zida xunuk ko'rinmay deb, aynan jamiyatga ham qo'shilmay qo'yadi. Aynan shu oq yuzlarida, qo'llarida oq dog'lari toshgan kimki bo'lsa, qanaqa kasalliklar bo'lsa, imini jo'natib qo'yingan mana shu videoni inshaalloh mana shu Mustafa Qul akamizni telefon raqamlarini ekranga, kommentariyada ham qoldiramiz. Hozir shu kungacha nechta mana shunday kasalliklar bilan bemorlarni davoladingiz? Shu kungacha 100 dan oshib ketdi ekan. 100 dan oshdimi? 100 dan oshib davolanib bolayotgan ishidan. 100 dan oshgan bo'lsa ham shuncha vaqtgacha baribir hech qaysi ijtimoiy tarmoqda chiqmagansiz, e'lon bermagansiz, shuning uchun ko'pchilik menimcha izlab yurishgandir hozir ham. Albatta, endi bu kishini hozir bugungi maqsadi ham shuki, mana shuncha odamga yordam tegdi, balkim yana ko'proq odamga yordam tegishi mumkin. Bu xastalikni qayerga tuzatishni, kimga borishni bilmay yurgan odamlar bor. Shunaqa. Shu maqsadda ham endi mana ijtimoiy tarmoqlarda hozir bildirib qo'yadigan maqsadda qilinyapti, xayrli ishni boshlash maqsadida. Biz bu kishini qabul qilgandan to shu kungacha faoliyatlarini kuzatib boryapmiz. Masalan, 100 ga yaqin, 100 dan oshiqdir balkim odamlarni muolaja qilgan bo'lsa, hammasini do'i posli. Ya'ni birinchi kelgan paytda qanaqa edi, rasmga tushirib, foizini davolab bo'ldim degandan keyin oxirgi suratini ham rasmga olib taqqoslab ko'ramiz. Haqiqatan rezultatlar juda zo'r. Men o'zim ham hayronman. Qanday davolayapsiz, nima bilan davolayapsiz, qanaqa usullar qo'llayapsiz? Faqat tabiiy usulda, hech qanaqa kimyoviy preparatlarsiz, tabiiy vositalar bilan teri orqali beriladigan nurlar va ma'lum bir mana parhezlari va tabiiy o'sha giyohlar, malhamlardan iborat. Davolanishda biron odam nojo'ya ta'sir ko'rmaydi bundan. Chunki xalq tabobatning o'zi davolash usuli shunaqa. Birinchisi prinsip bezarar bo'lishi kerak, nojo'ya ta'sirga ega bo'lmasligi kerak, hattoki dostupniy bo'lishi kerak, ya'ni arzon bo'lishi kerak. Xalq davolab bo'lmaydigan kasallik deb tushunib, buni davosi ham juda qimmat bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Sizga bitta savolim, muolaja uchun qancha pul sarflanadi? Endi bu o'rin savol berasiz Muhammad aka. Bu narsani bo'lsa avianga qarab ketadi dorisida endi. Bu ikkita dori chet mamlakatdan keladi, bitta shu yerdan qo'shiladi, ishlarni qo'shamiz. Agar avion mayda bo'lsa, bitta flakon bilan yaxshi ketishni eshitmaymiz. O'rtacha o'sha bitta flakon dori $200.
700 Ha, 200. 200. 200 dollar. dollar. 40 milligram. Ob'yem 40 milligram. Demak, kichik ob'yemdagi, hajmdagi Ha. bo'lsa, shu summa bilan ham davolash mumkin. Ha, davolash mumkin. Endi agar ko'p bo'lsa, ko'p ketadi. Qattiq joylarda bo'lsa, uni ko'proq takror surtish kerak uni. Sizni kasallaringizni orasida bo'lganmi o'sha 200 dollar bilan batamom ham Bo'lgan, ha. Jorqo'rg'onda Ismoiltepada bitta 9 yoshli qizcha yaxshi bo'ldi. Endi rasmlari ham bor. Bitta quloqim yaxshi bo'ldi. Demak do'stlar, hozir ekranimizga ham rasmlarini qo'yamiz. Mana shu kasallarimizni, ya'ni oq dog'lar toshgan kasal. Albatta, kelgan paytda qanaqa edi? Kelgan vaqtida qanaqa edi? Davolaganiga qanaqa? Da. O'sha faktlar bilan qo'ygan ma'qul, chunki Xuddi shunday. xalq ko'rish kerak uni. Yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Hozirgi paytda qadimda qanday bo'lgan bilmayman, ayni paytda tug'ilgan chaqaloqlarda ham oq dog' bilan tug'ilayotgan holatlar bo'lyapti. Tug'ilayotgan chaqaloq. Umurtqa disk churrasi bilan tug'ilayotgan chaqaloqlarni ko'ryapmiz. Tug'ilganda turli xil avloddan avlodga o'tadigan irsiy kasalliklar bilan tug'ilayotgan chaqaloq, hattoki oq dog'lar bilan tug'ilayotgan chaqaloqlar ko'ryapmiz. Shunaqa holatda ham shu bemorlar davolasa bo'ladi. Bor, bo'ladi. Xudo xolasa kimning farzandi yosh chaqaloqlar oq dog' bilan tug'ilgan bo'lsa, hech qanday o'ylanmasin, ota-onalariga bilan stressga tushmasin. Ularni faqat 5 yoshga to'lgandan keyin davolaymiz. 5 yoshgacha. 5 yoshgacha Teginilmaydi. Ha, teginmas, terisi yuqori bo'ladi. 5 dan keyin iloji bor, varianti bor. Demak, 5 yoshdan keyin murojaat Ha, qilish. murojaat qilsin bemalol davolaymiz. Demak 5 yoshdan 60 yoshgacha bemalol Bemalol 65 murojaat qilsa yoshgacha bo'ladi. bemalol murojaat qilaversin. 20%gacha ob'yom ko'pligi. Ha, Masalan, 20% bir kishida 50 yarim oqargan bo'lsa, uni ilojim yetmaydi. Agar terisida kuygan bo'lib, masalan, ba'zan kuyganlar ham terisi oqarib qolayotganligini ko'ramiz. Chandiqlarning usti oqarib turadi-da. Bir ko'rganda uni odam kuygan deb o'ylamaydi, tanasida oqib bor ekan deb o'ylaydi. Kuygandan keyin qoladigan asoratlar ham bor-da, oq dog'lar. Shunaqa holatda ham davolasa bo'ladi. Kuyganniki davolash bo'lmaydi. Birinchi qavat betidagi ikkinchi qavat teri ketadi. Ha, demak sizga murojaat qilish. Kuyganlar murojaat qilish iloji yo'q. Foydasi yo'q uni. Foydasi Ular yo'q. dori sotiladi. Kuymagan bo'lsa bo'ladi. Tushunarli. Demak, xalqimizdan iltimosimiz, ba'zida oilalar bor. Yaqinda internetda ko'rdim, yosh bolasini birga kirganligini tabriklash uchun ana panqilloq portlatishib, ya'ni qo'rqitib, ya'ni qo'rquvdan bu narsa bo'lishi mumkin. Iste'mol qilishdan, taomlar, har xil fast food taomlardan. Noto'g'ri. Bo'ladi. Yana nimadan dedingiz? Avloddan avlodga. Avloddan Avloddan avlodga. Qattiq ziq qilsa ham shundan bo'ladi. Qo'rquvdan, stressdan. Yosh bolalar qattiq urmaslik kerak. Bolalarni Bolalar qo'rqdimi, shunda bo'lishi mumkin. Qattiq qo'rqdimi, shu stressga o'tadi. Ha, qo'rqishdan. Qo'rqishdan, bosimdan, ko'p o'ylovdan bo'ladi. Ha, shundan bo'ladi. Murojaatning ko'pi shundan bo'lyapti. Birinchi avloddan uni keyin ikkinchi stress. Ikki xil stress. Ziqliqdan bola endi bo'lmasa bir savolimni to'g'ri tushunasizlar, bu yana hazillashyapti deb o'ylamanglar. O'zi stress bo'lmagan odamning o'zi bormi? Bu agar stressdan paydo bo'ladigan bo'lsa, hozir hammada stress bor. Hammada bor. Yoki yosh bolalarda ham bor stress. Shuning uchun bu oq dog'larning ko'payishiga mana shu stress sabab bo'lyapti. Bo'lishi mumkin, bo'lyapti. Demak, stress qilmaslik chunki menga ko'p odam keyin qilishimiz kerak. Kelyapti. Stress bo'lganlar nima sababdan avlodini so'rasam, aytayaptiki, aka men avariya bo'lganman yoki qo'rqqanman deyapti. Men shundan keyin 5 oydan keyin og'daq qo'ydi. Avlodimda yo'q deyapti. Demak, tajribada sizga shu nima ma'lum bo'lyapti. Ko'pincha shu qo'rquvdan keyin shunaqa holatlar yuz beryapti. Albatta. Yana bir narsani aytib o'tishni xohladim. Men shu yerda mana shu assotsiatsiya rahbari sifatida kuzatib boryapman, monitoring qilyapmiz. Oxirgi paytlarda ma'lum bir kasallikka chalinib, gripp bo'ldi, shamollaydi, virus yuqadi. Standart lecheniyani olyapti-da odamlar. Tuzalma o'rgandan keyin vrachlar majbur bo'ladi antibiotik olishga, antibiotik yozishga. Shu preparatlarni olgandan keyin ham 1 oydan keyin, 3 oydan keyin, 6 oydan keyin mana shunaqa oq dog'lar paydo bo'ldi deb murojaatlar bo'lyapti. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu kimyoviy preparatlarda ham asorati bo'lishi mumkinmi oq dog'lar paydo bo'lishida? Endi asorati gap bu, haligi murojaat qilgan odam agar haqiqatni aytsa, balkim u odam qo'rqqandir, aytmayotgandir. Shunday holat ham bo'ladi. Endi bo'lishi mumkin. Ba'zi bir dorilar yoqmay qolgan ham qolishi mumkin. Yo'q, sizga qorong'i. U qorong'i, lekin menga odam keladiki, haqiqatni aytish kerak. Nima bo'lgan voqeani alladi bo'lmaydiki. Men shu yoshligimdan beri eshitaman. Endi bu savol sizga bo'ladi. Hozirda o'zimda e'tibor berishim bo'yicha, mana uyimda ham to'g'risini aytsam, tortmalarimni ochaman, o'sha apteka bo'lib yotibdi.
qaysi vrachga borsak, qaysi doktorga borsak 10-15 talab dori yozib berishadi. Dorini 50% foyda bo'lsa 50% zahar deyishadi. Endi shu o'rinda men o'zimni tug'ilib o'sgan Boysun tumanida 18 ta qishloq bor. 2-3 ta qishloqqa na svet, na suv, na asfalt, na apteka yo'q bunaqa narsalar. Lekin tabobat yo'li bilan o'zlarini davolashadi. Endi mana shu dori temasiga keladigan bo'lsak, shu 50% zarar, 50% foyda deymiz. Bizda o'zi azaldan, ya'ni bobo kalonlarimiz ham faqat tabobat yo'li bilan, oddiy giyohlar bilan davolashgan. Hozirda mana shu dori ichib turib ham bizlar davo topa olmayapmiz. Juda ko'p o'zimizga o'xshaydigan insonlar bor. Men bu o'zimning shaxsiy ham fikrim. Biz kamdan kam o'sha tabobatga murojaat qilib qo'yganmiz. Lekin aslida bizlar borishimiz kerak bo'lgan narsa bu tabobat. Tabobatda hozir meditsinaga topilmaydigan xuddi mana shunday bir kasalliklarda davo topilganmi, yana bormi? Shunga o'xshash. Albatta, savolingiz hozir eshityapmiz. Savolingiz umumiy va o'rinli. Masalan, inson tabiatni mahsuli. Inson tabiatga yaqin yashasa sog'lom bo'ladi, bexatar bo'ladi. Inson tabiatdan uzoqlashgani sari uni xatar kuta boshlaydi. Mana hammamiz ham ustimizga qalin, qishda qalin, yozda yupqaroq, oyog'imizga kiyim bilan, tufli, oyoq kiyim bilan yuramiz. Qaysidir ma'noda biz tabiatdan uzilib qolganmiz. Oyog'imiz bir kunda bir marta yerga tegmaydi. Bu ham xastalikka olib boradi. Ya'ni bu madaniyat bu. Biz hozir 21-asrda yashayapmiz. Oyoq kiyimsiz oyoq-yalang yursak kuladi ustimizdan odamlar. Lekin oyoq-yalang yurgan odamlar bizga nisbatan sog'lom. Sog'lom. Nima uchun? Chunki tabiatdan uzoqlashmayapti. Tabiatga yaqinda kontakt bor-da. Tabiatning ichida. Hech bo'lmasa u quyoshdan oladigan plyusni, ortiqcha energiyani yerga minusga o'tkazib yuboradi-da oyoq-yalang yurganda. Biz yig'ib yuribmiz uni. Yomon negativ energiya yig'ilib qoladi tanada. Tushunyapsizmi? Shuning uchun inson tabiatga doim yaqin yurishimiz kerak. Biz shunchalik hozir madaniyatli bo'lib ketdikki, ilgari ota-bobomiz o'sha chaqaloq tug'ilganda tuproq bilan cho'miltirgan. Butun tanani bilasiz. Nima uchun qilingan u? Kelajakda shu bola sog'lom bo'lishi uchun. Ham ruhan ham jismonan sog'lom bo'lsin, turli xastaliklarga chalinmaydigan bir polvon bo'lsin deb qilingan. Tuproq immunitetni oshirgan. Inson tuproqdan yaratilgan. Shunday. Tug'ilgan paytdan uni tuproq bilan ishqalab, butun tanasini bolani poklagan. Tuproq insonni poklaydi. Hatto bugun zamonaviy tibbiyotda oyoqda gribogini davololmayapti. Ayrim preparatlar bilan, dorilar bilan zamonaviy tibbiyotda. Lekin oddiy tuproq davolaydi. Ash gribog bo'lgan odam oyoq-yalang issiq tuproqda yursin, sezonda yozda, keyingi yilga umuman u gribog bo'lmaydi. Ishonmasa sinab ko'rsin, mana hozir oyoqda gribogi borlar. Mana sizga tabobat. Shuning uchun yana bir marta aytaman, inson tabiatning mahsuli, u tabiatdan uzoq bo'lmaslik kerak. Tabiatdan uzoqlashgan sari uni xatar kuta boshlaydi, kasalliklar rivojlana boshlaydi. O'sha uchun yeydigan ovqatlarimiz ham tabiiy bo'lishi kerak. Fast food emas yoki kimyoviy ishlov berilgan ovqatlar emas. Qozonda ota-bobolarimiz qanday qaynatib, pishirib yegan bo'lsa, shunday qilib yeyishimiz kerak. Aytadi, nega yevroylar rak bo'lmayapti? Statistika bo'yicha eng onkologiyaga kam chalingan millat yevroylar ekan deydi. Chunki ular ota-bobosini urf-odati bo'yicha yashaydi ular. Tushunyapsizmi? O'sha bo'yicha kiyinadi, o'sha bo'yicha taomlanadi, ma'lum dam olish payti dam oladi yoki shanba kunlari o'sha tovuq sho'rva ichadi ular albatta. Balkim shunda qanaqadir bir shifo bordir. Yoki karis millatiga mansublar nega sog'lomroq? Ularning taomlanishini ko'rgan bo'lsangiz, ular dasturxonda o'zi tabobat. Ya'ni bitta ovqat yesa, oldin 20 xil turdagi dengiz mahsulotlari, poliz ekinlar mahsulotlari, meva-chevalar turibdi-da. O'sha Koreya xalqi har qanday ovqat qilsa ichiga zanjabil soladi. Zanjabil. Zanjabilni solib sho'rva qiladi ular. Zanjabilli sho'rva ichadi. U ovqatini o'zi dori ulardi. Biz hech ko'rganmisiz? Qaysi bizda kim sho'rvaga zanjabil solib qaynatyapti? Zanjabilni biz dori deb bilamiz. Ular ovqat deb biladi. Shuning uchun Gippokrat aytganki, ovqating dori bo'lsin, doring ovqat bo'lsin degan. Agar bizlar ham shu karis xalqiga o'xshab ovqatlarimizga zanjabil solsak, zarchava solib, qalampir munchoq solsak, masalan, murch solsak, chesnok solsak, biz ham kasal bo'lmaymiz. Zanjabil Tailand tog'larida, mana shu tropik mamlakatlarda o'sadi. O'sha millatga mansub xalqlar buni ovqatga qo'shadi, dori
sifatida. Bizda endi uni olib kelib iste'mol qilganimiz uchun zanjabil degan dorini ichib yursang kasal bo'lmaymiz deymiz. Har bir mamlakatda o'sadigan giyoh shu mamlakatda yashaydigan, shu iqlimda yashaydiganlar uchun shifodir degan. Bizda ham zanjabil bor, tabiiy zanjabil, piyoz. Ana shu piyoz o'sha tropik mamlakatlarda o'sadigan zanjabilning muqobili. Ming dardga davo. Piyozsiz ovqat qilinmaydi-ku. Shunday. Shuning uchun piyozni masalan naqadar biz ovqat deb bilamiz, aslida buni o'ylasangiz u dori o'zi aslida. Zamonaviy tibbiyotdan uzoq bo'lsa, apteka bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, ular sog'lom, qancha apteka ko'p bo'lsa, qancha sharoit yaxshi bo'lsa, biz kasalmiz, biz xastamiz deymiz-ku. Buni sababi shu. Inson tabiat bilan hamohang yashash kerak. Ibn Sino tib qonunlarida sittay zarura deydi. Bu 7 ta bir zarurat bor. Shu zaruratni har bir odam qilish kerak. Sog'lom bo'lish uchun. Sizdagi bor mavjud sog'liqni saqlab qolish uchun sog'lom kiyinish kerak, sog'lom havodan nafas olish kerak, sog'lom uxlash kerak, sog'lom kiyinish kerak, sog'lom jismoniy harakat bo'lish kerak, yegan ichganingizga mutanosib jismoniy faol harakat bo'lish kerak. Mana shularning hammasi kompleks bo'lsagina inson sog'lom bo'ladi. Biz tanamizda 4 unsur bor. Yer, suv, havo, olov. O'sha yegan ichganimizdan ham 4 xil hosil bo'ladi. Qon, balg'am, safro, savdo. Sog'liq nima deb savol bersangiz, Ibn Sinoning ta'rifi bo'yicha sog'liq bu inson tanasidagi xiltlarning muvozanatda bo'lishi deydi. Shu xiltlarning muvozanatini buzilishi bu kasallik deydi. Ya'ni qon, balg'am, safro, savdo muvozanatda bo'lishi kerak. Qon ko'paysa ham kasallik, kamaysa ham kasallik. Balg'am ko'paysa ham kasallik, kamaysa ham kasallik. Safro ham, savdo ham. Shuning uchun shular muvozanatda bo'lsa, sog'lom bo'ladi. Har bir inson o'zini tanasini tabibi bo'lib, yeyadigan, ichadigan narsalarni tanlab, topib yeyish kerak, iste'mol qilish kerak. Sog'lom turmush tarzini olib borish kerak. Shunda kasal bo'lmaydi, na aptekaga, na shifokorga, na tabibga ishi tushmaydi. Umumiy qoida shu. To'g'risini aytsam sizga, bu gaplarni o'zi oxirgi marta qachon qayerdan eshitganimni ham bilmaymiz, to'g'risi. Sizdan iltimosimiz, o'zingizga bir intervyu olish uchun bir отдельно yana bir kelamiz. Chunki xalqimiz bilish kerak bu narsalarni. Qachongacha dori-darmon, qachongacha o'sha Hindistonmi yo boshqa joylarga, boshqa davlatlarga yugurib boramiz. Chunki o'sha Ibn Sinoni o'sha kitoblaridan, o'sha darsliklaridan mana shu butun dunyo foydalanyapti hozir. Shu bilan birgalikda Hindistonda o'zini o'sha yosh student yigitlari ham o'zimizga kelib o'sha Ibn Sinoni kitoblaridan, darsliklaridan olib o'sha joyga hozir Hindistonda davolayapti-da. Oldingizga kelishimiz kerak, Xudo xohlasa. Buni xalqimiz ham kommentariyada yozib qoldirishadi. Rahmat, juda zo'r ma'lumotlar oldik. Kimda kim agar 20 yillikmi, 30 yillikmi agar bo'lsa, yesga deb o'ylamasin. Uning ham davosi bor. 32 yillik kasal yaxshi bo'lgan. Faqat bilan ko'rishdaman ham xohlasa gaplashiraman. Uni faqat tajribada 30 yillik kasallik ham davolasa bo'ladi. Faqat u terini urib tashlagan bo'lmasa, har xil narsani surtib, rosoat chiqargan bo'lmasa, iloji bor, varianti bor. Asosiy maqsadimiz xalqimizda tibbiy madaniyatini oshirish. Hozirgi eng katta muammo ham shundaki, zamonaviy tibbiyot naqadar rivojlanmasin, tibbiy texnikalar naqadar taraqqiy etmasin, dunyodagi eng oxirgi rusum texnika, texnologiyalarni olib kelib o'rnatmaylik, koykalarning sonini eniga ham, bo'yiga ham ko'paytirmaylik. Har qanday holatda ham aholimizni, xalqimizni tibbiy madaniyatini oshirmagunimizcha bu muammolarni bartaraf qilib bo'lmaydi. Nega? Chunki Ibn Sinoni Urjuza degan asarda shunday bir oltinga teng so'zlar yozilganda, istisnosiz so'zim shu amal etsin har kishi o'z sog'lig'ini asramoq har kishining o'z ishi. Nima demoqchi bobokalonimiz? Har bir inson o'z tanasini tabibi bo'lmaguncha bu sohada muammoni bartaraf qilib bo'lmaydi. Chunki eng ko'p shifokorlar ham, eng manaman degan tabiblar ham sizni sog'lig'ingizni bor yo'q 10-15% ga mas'ul. Qolgan qismiga siz o'zingiz mas'ulsiz. O'zing tabib bo'lishing kerak. O'zing javobgarsan sog'lig'ing uchun. Seni sog'lig'ing o'zingning qo'lingda. Shuning uchun eng minimal darajada xalq tabobatdan, tibbiyotdan xabardor bo'lish kerak. Sog'lom turmush tarzi nima, jismoniy harakat nima, mo'tadil taomlanish nima, mo'tadil kiyinish nima, mo'tadil uyqu nima, sog'lom uyqu nima. Shu Ibn Sinoni tib qonunlarida yozilgan sittay zarurani mohiyatini tushuntirib berishimiz kerak. Albatta bu borada Xudo xolasa kelajakda hamkorlik qilsak, etap-etap mana shu Ibn Sinoni tib qonunlaridagi ko'rsatmalarni, salomatligini saqlash va mavjud sog'liqni tiklab turish bo'yicha ko'rsatmalarni xalqimizga oddiy, sodda va ravon qilib
yetkazib berishga harakat qilamiz. Albatta Juda bu zo'r bizning bo'ladi. asosiy vazifamizdan biri hisoblanadi. Juda zo'r bo'lardi. Juda xursand bo'lardik. Butun xalqimiz ham xursand bo'lardi. Ya'ni sizni qabulingizga kirish uchun qayerga, qaysi manzilga borish kerak? Registonning oldida 400 metr. Ya'ni Samarqandda. Samarqandda Registonning oldida 400 metr. Ha. Telefonlar Ulisa Panjakinskiy, Registonskiy ulisa Ugulda. Men lokatsiyasini Demak, albatta do'stlar, qo'yaman. telefon raqamlarini qoldiramiz va mana shu telefon raqamlar orqali bemalol manzillarni so'rab, o'zlarining qabullariga kirsalaring bo'ladi. Hammaga rahmat, umrlaringiz uzoq bo'lsin va bu videomizni qo'ldan kelgancha aynan badanlarida oq dog'lari bor insonlarga, kasallarga yuborib qo'yamiz. Rahmat.